Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi videolarimizni boshladik. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Bugungi kunimiz 12-oktyabr, tonggi yakshanba. Bizda kuryer xizmati mavjud, yuk yig'ib berish xizmati. Nomerlarimizga aloqaga chiqinglar. Nomerlarimiz 33lik 309 4187, 90lik 343 9202 raqamlariga telefon qilinglar. Video obzorni boshladik. Akamizda shapkalar bor ekan. Narxlari donaga 15 ming so'mdan, pachkaga 13 ming so'mdan, keyin yana biri bor ekan, 20 ming so'mligi bor ekan. 20 ming so'm donaga, pachkaga nech pul u? 20 minglik 16 ming kashmir. Donaga pachkaga 16 ming so'm ekan. Pachkaga 20 ming so'm ekan. Keyin bu yoqda ichi mana bunday momoq tuklilari bor ekan, qalingina. Bular nech pul pachkaga? 13 ming. Pachkaga 13 ming, donaga 15 ming. 15 ming so'm. Keyin bundan ham qalini bor ekan. Pachkaga 20 ming dedi. Pachka donaga 20 ming deyishdi. Pachkaga qancha bu? 17 ming. 17 ming. 17 ming. Pachkaga 17 ming so'm ekan. Uni hali rasvetkalari ham bor deyapti, endi chiqar deyapti. Xullas, shunaqa gaplar bunalar. Ozgina yuqoriroq, ayni hozirgi kuzgi razmer tanlamaydigan shapkalar ekan. O'zim ham bitta kiyib oldim, klientlarga oldik bu akamizdan. Xullas, shunaqa gaplar. Shapkalardan ham rasvetkalarni ko'ryapsizlar. Shulardan ham zakaz bersalar, shapkalardan ham nima deydi, yig'ib beraveramiz. Bu bozorda o'sha tug'ilgan chaqaloqdan tortib o'sha katta yoshlargacha shapkalar bor. Aka, telefon nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Ha, qo'yib qo'ying. Nechilik? 94lik 94lik 646 646 47 47 raqamiga telefon qilinglar. Mana shapkalardan optim kerak bo'lsa, dona yoki 5 ta 6 ta chiqarmaydi akamiz, sababi yo'l kira qoplamaydi. U yoqqa borish kerak. Xullas, vaqtdan o'tkazib qo'y. Agar optim shu bitta qop tushini olaman desalar, narxiga ham kelishtirib beradi, keyin dastlabki ham qo'yadi. Agar mayda shuda bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, biz yig'ib chiqarib beramiz. Aka, charchamang. Bu yerda shu mayda-chuda narsalar xo'jalikda ularni ham kelishtirib bersa kerak menimcha. Negaki optim bozordan oyoq tegadigan gilamcha. Bu yoqda mana bunday ko'ylaklar. Ko'ylak toshni qaranglar, o'ta chiroyli bosilgan ekan. Mana bu yerda mana yigitlarda tiyalik ishlardan bor ekan, o'ta chiroyli. Menimcha bular ishlab chiqarish bo'lsa kerak, adashmasam. Shimlar bor ekan. Egasi bu yoqda savdo qilishyapti. Ilgari ham video qilganmiz buni. Assalomu alaykum tog'a. Charchamayapsizmi? Tiyopas ishlar. Qancha bo'lyapti bu tiyopaslar? Tepasi 90 mingda. Tiyopaslar 90 ming, 17 yakka tivalarchi? 80 mingda. Mana yakka tevalar bular. Yakka tivaliklar 80 ming so'm ekan. Kashmir usti nima? Ichki kashmir usti velvet. Ichkasi momoq velvet. 80 ming so'm ekan narxi. O'ta chiroyli ishlar buni. Rasvetkalari endi buni qora bo'lsa kerak, adashmasam. Bu mayda chiziqliksa, bunisi yirik chiziqli ekan. Nima edi? Velvet. Wafli velvet deyiladimi shunaqa. Mabodo kofisi almashtirib yuraversa. Aha. Keyin trikolar. Nech pul beryapsiz buni? 25 ming. Ularmi? Qattiq, yo'q. Buncha yumshog'imi? Ha, bu qattiq 30 ming qattiq. Ha? Ha? 25 ming mana, olaveramiz. 25 ming. Ha, 25 ming. Ular 25 ming so'm ekan. Buni qattiqrog'i 30 ming so'm ekan. Yumshoqroq, qattiqroq, xibi. Optimga arzonroq ular. Ha, opa donaga olib turgancha shunaqa ekan. Bu optimga arzonroq deyishyapti. Nech puldan narxini aytib yuboring? Shu 25 ga 30 da. Nomeringizni aytib yuboring. Nomeringizni 90lik 938 76 11 raqamiga murojaat qilinglar. Akamiz hozir klientlar to'lib qoldi. Nima edi, savdo qildi, shuning uchun. 15 mingda. Akamizda meykalar
Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? O'g'il bolalar, qiz bolalar aka. Sizlarga loyiq loyig'ini beraveraymi? Pulcha akaga bering. Aka narxini qisqacha aytib yuboring, keyin ketaman. 50 dan 56 gacha. 50 dan 56 gacha 15 ming. 15 ming so'm pachkaga, Birisi 9-sinfga tushadi, 42 dan 48. 9-sinfgacha tushar ekan. Nech pul? 12,5. 12,5 ming. Velot Moskva makalar 52 dan 60 gacha 14 ming. 52 dan 60 gacha. 52 dan 60 gacha 14 ming so'm ekan. 50 dan 56 gachaligi 12,5 ming. 50 dan 56 gacha 12,5 ming ekan pachka narxi. Buni oqichi Oqam pachkaga 12,5. 12,5 ming. Bular 10 ming so'm. Bu 10 ming so'm ekan, yosh bolalar aka. Nomeringiz nechi? 91lik 91lik 286 nechi? 286 286 30 30-32 raqamiga murojaat qilinglar. Vaqtingizni oldim uzra. Xullas, meka savdo bo'layotgan, shuning uchun katta so'rab qo'ya oldik. Bu yerda kolgotkilar. Bu yerda shu mayda-chuda o'yinchoqlar, zakulkalar, kashaloklar, sumkachalar. Sumkachalar adashmasam 10 ming so'mdan. Qo'g'irchoqlar. Paypoqni ko'ryapsizlar, odamlar to'la savdo qilyapti mana. Ayollardan yuzini ko'rsatmay qo'yarlar. O'lim bitta. Assalomu alaykum. Paypoq do'kon Dilnur tekstil savdo qilyapti ichkarilarda ham, bu yerda. Gamajlar, xullas ishlar juda ko'p. Narxini so'ragan hozir to'g'risi. Pullar kuchli opa. Ha, yeng yo'q, kamzin pullar. Bular endi kim ekan egasi? Juda chiroyli ishlar ekan. Assalomu alaykum, hormanglar. Qanchadan beryapsizlar? Mana shu uchalasi 80 ming pachkaga. Uchalasi 80 ming so'm pachka narxi, Qolgani 75. qolgani 75 ming so'mdan ekan. Qaygacha bu tomon? Hammasi. Hammasi 75 ming so'mdan ekan shu aynalasiga. Bular ham shu narxi 75 ming? Mana ikkalasi 70 beramiz pachkaga. Ha, bu ikkalasi pachka narxi 70 ming ekan. Bular 75 ming so'mdan ekan. Razmerlari endi tushaveradi, kimga bo'lsa mana nechta razmer chiqadi pachkadan nechta? 48 dan 54 gacha 4. 48 dan 54 gacha ekan, 4 ta razmer chiqadi deyapti topamiz. Nomeringiz? 88 88lik 582 582 0094 raqamiga murojaat qilinglar opamizga. Ermatadan 0094. Sochga ko'p osalang, yana ham tushirib berish mumkin opamiz. Opalardan pastda yana biz yuk olib klientlarga chiqaramiz, shuning uchun ishlariga behijolat. Zaryad ham tugayapti, 10% deyapti zaryadni.